Assalomu alaykum. NFFga kuzatuvchilari. Bugungi bemor Qobiljon, Muhammad Qobiljon, yoshlar 15 yoshda, yozda yiqilish oqibatida suvaylari sinib chiqib qolgan va kuzda operatsiya o'tkazilgan, gips holatda bo'lgan. Gips yechilgandan keyin qo'llari ishlagan, faqat sezmagan. Va buning oqibatida bizga murojaat qilishgan. Bizga murojaat qilib, enamik tekshiruvdan o'tishgan. Tekshiruv o'tkazgandan ya'ni biz ya'ni radiochastotniy ablitatsiya taklif qilganmiz va radiochastotniy ablitatsiyani olganlar va undan keyingi stimulyatsiyani olganlar. Mana enamik apparatimiz stimulyatsiya olganlar va hozir 13 kun. Hozir qo'llar ancha yaxshi va uka o'zingiz gapirib bering, batafsil shu haqida. Mana shu yozda aka yiqilib tushib qo'lim zararlangan, yerlar shikastlangan. Ertadan keyin hozir 13 kun stimulyatsiyani ancha yaxshi. Qo'l ozib ketgan, hozir stimulyatsiya faqat bir xil. Yana shikastlangandan keyin operatsiyadan keyin hozir ancha semirgan qo'lim. Oz ketgan. Hozir ancha holati yaxshi, misol sezishlar qaytgan. Sezishlar qaytgan. Bizni kuzatib turganlarga qanaqa tavsiya berasiz? Tavsiyangiz, o'zingizni fikringiz? Shunaqa muammolaring bo'lsa, neyroferganaga murojaat qilib kelaverasizlarga, endi nimaga. Bo'ldim. Rahmat, sog' bo'ling.